Hammaga salom, har doimgidek men Black Fury. Bugun videomizda sizlar bilan World serverini obzor qilamiz. Qanunda videoga o'tamiz. Like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Siz bu serverning anarxiya rejimiga kirganingizda sizni ranklar kutib oladi. Ashraf Atabekdan bu ranklarni sotib olishingiz mumkin. Va bu yerda donate deb donatingizni qabul qilib olishingiz mumkin. Yana bitta narsa, o'tgan videoda ko'rsatganimdek, yana bir redeem kod beraman sizlarga. Bu redeem kod redeem YouTube deb yozsangiz beradi. Bu videoning darrov ketmanglar, chunki bu videoning oxirida yana siz ketaversangiz, bu yerda regi bloklar chiqadi. Bu regi bloklarda ko'p kishi olishda bo'lmaydi. Prosta shu ko'rsatilgan bloklarga yasazangiz, sizda regi blok paydo bo'ladi. Odamni qo'shish uchun press et o'sha odamning niki yozsangiz bas. Barcha serverlarda bo'lganidek bu yerda ham tops bo'limi bor. Tops bo'limida siz odamlarni o'ldirib, ko'p o'ynab va pul yig'ib kuchayishingiz mumkin va bu yerda ismingizni yozishingiz mumkin. Siz bu yerda RTBga ketishingiz mumkin. Bu yerda sizni Token Shop qarshi oladi. Token Shopda nimalar borligini ko'rib olishingiz mumkin. Bu server ownerining kanali. Bu kishiga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. O'tgan safargi videoda ko'p kishi siz sandiqning ichida hech narsa qo'ymagansiz debdi. Ana endi sizlar kirishlaringiz uchun sandiqlarning ichini ham qo'ydim. Ana unda kit yashirishga men kitni yashirib bo'ldim. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.